Hurmatli kuzatuvchilarimiz, Lyuks avto bilasizlar, sizlar uchun yangilik ko'rsatishdan to'xtamaydi. Har doim zo'rlar faqat Lyuks avtoda. Lyuks avto 1 emas, 2 emas, 3 emas, 4 donaslar paket Nexia birlarni tapakka qo'ydi sotib. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, O'zbekiston bo'yicha menimcha hech qaysi salonlarda bunday mashinalar bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Nexia birlarimiz ko'rishlaringiz mumkin. 20-25 yildan beri saqlangan mashinalar. Halon yarab borib tekshirishlaringiz mumkin. Durgan videolarni achib mashinalarimizni Lyuks avtoda sotuvda, Lyuks avtoga qo'yib beramiz sotuvda. 2007-yilda ishlab chiqargan Nexia 1imiz masla 5 probek lyuks konditsioner Sonus oladi, 300 km yurgan. Salon qismlarini ko'rsatib o'tamiz. Eng fulli Nexia 1 aydigan og'alarimiz biladi. Gelib qolgancha tekshirib olishlaringiz mumkin. 300 km probekda turibdi. Masla 5 probek. Bu mashinamizni Lyuks avtoda sotuvda sizlarga 15 ming dollar qo'yib beramiz. Bemalol kelib savdolashib, sizlar halol to'lov asosida xarid qilishlaringiz mumkin. Navbatdagi Nexia 1imiz 2006-yilda ishlab chiqarilgan lyuks konditsioner Sonus oladi, qizil svet. 5 probek mashinamiz. Bu vaqtda ko'p mashinalarimiz bilasizlar, endi shu vaqtda olgan odamlar biladi. Perigondagilar. Bu mashinamiz 1100 km yurib Perigondaga. Bu mashinamiz ham masla Lyuks avtoda sotuvda, lyuks konditsioner bu mashinamizdan narxi 15 ming dollar. Bemalol kelib, sizlar halol to'lov asosida xarid qilishlaringiz mumkin. Navbatdagi mashinamiz 2000-yilda ishlab chiqarilgan masla 5 probek 260 km yurgan mashinamiz. Lyuks konditsioner Sonus. Bu mashinamizning narxi 14.900 dollar qo'yadik. Lyuks avtoda sotuvda bemalol kelishlaringiz mumkin. Navbatdagi 4-Nexia 1imiz 99-yilda ishlab chiqarilgan Prostoy 8000 km yurgan Nexia 1imizni, bu mashinamizning narxini 10 ming dollar qo'yibmiz. Bemalol kelib savdolashib, sizlar halol to'lov asosida xarid qilishlaringiz mumkin. Prostoy konditsioner. Hammangizni Lyuks avtoda kutib qolamiz, bemalol kelaverasizlar.